Hammaga assalomu alaykum o'rtoqlar, kuninglar xayrli o'tsin. A07 dotu deydi. Mana A07larning yangi partiyalari keldi. 25 restoran varianti bo'ladi. Oqi ham bor mana bizda. Kim olmoqchi bo'lsa, bu yoqda qoralari ham bor. Mana hozir endi bardakroq bo'lib turibdi. Bu mashinani ko'rmaganlar uchun men buni bitta obzor qilgandim. Qaranglar, men bitta hozir bitta drift qilganimni chiqazaman. Ko'rasizlar, bu mashina juda ham kuchli. Eng qizig'i o'rtoqlar, elektrasini zapas hozir 710 bo'ladi. Bu degani kamida, ya'ni qishda ham 500 euro beradi degani. Yoz kunda normal yursanglar 600 plus yuradi. Xohlasangiz gibridi bor, 1200 yuradi, 1200 kilometr. Bu mashinani ko'rmaganlar uchun sizlarga bitta tanishtirib o'tib ketaman. Mana emblemasini ko'pchilik Brisbane deyirkan, Brisbane deb o'ylayapti. Qaranglar, oldiga keladigan bo'lsak, oldilarida 6 ta parktronikalar joylashgan buni. Bu yoqda o'zi lazerli faralar bo'ladi. Qoshlari polni uzun yonib turadi. Xo'p, sizlar bilan diskalarga keladigan bo'lsak, diskasining razmeri 245 ga 45 R19 saka diskida chiqqan. O'rtoqlar, biz bilasizlar, narxini boshida aytamiz. Menimcha hozir kunda bunaqa narx topa olmaysizlar. Narxini qaranglar. 25500 dollardan. Bu mashina boshida kelganda o'tgan yili men o'zim 29 mingdan sotardim. Restoran variant hozir narxini tushirganmiz. Shoshib qolinglar, atik boshqa odamni topa olmaysizlar. Xo'p, bakoylarga keladigan bo'lsak, bakoyda bu yoqda powertnilar bo'ladi. 360 kamera joylari joylashgan. Bu yoqlarga keladigan bo'lsak, eshik ruchkalari o'z chiqib beradi. Oynalarni ko'rasizlar, bez ramishniy bo'ladi o'rtoqlar. Bakoylarda abagrev silpo zonalari bor. Mana ichki salonni ko'radigan bo'lsa, ishlatilgan materiallar mana ko'rasizlar. Ko'rishlar mumkin, yumshoq materiallar ishlatgan. Bu yoqlari mana ko'jdan qilingan. 4 ta oynasi buni qaranglar. Avto bo'ladi. Bu yoqda oyna blokirovka, eshik blokirovka, eshik ochilgani bo'lsa momentda bo'ladi, ko'rasizlar. Bunda richak yo'q. Nobodog'a vatri o'tirsa, mana bu yoqda ko'rishlar mumkin. Avtomatik ochishlar ham mumkin. Mashinaga o'tirib oladigan bo'lsa, o'rtoqlar, sidenalarni ko'rishlar mumkin. Polni elektropaket. Bakoy poddershkalari ham bor. Sidenalarda abagrev, abdub, даже massajlargacha bor. Rulni ko'rishinglar mumkin o'rtoq. Rullar 360 gradus mashtozdan bitta bosib o'tib ketasizlar. Poli multirul. Ana endi o'rtoqlar, u tarafdan kelinglar, polni ko'ramiz. Xo'p o'rtoqlar, ana endi bu yoqdan ko'radigan birinchi sidenasini ko'rsatib ketaylik. Ranglarini ko'rasizlar, bakoy poddershkalari bor. Abdub, abagrev, massaj nima xohlasanglar bu mashinada bor. Tarpetkani mana ko'rsanglar, qaranglar, yumshoq material ishlatilgan bor-ku. Bu degani ani plastmas emas, taxtdan shaqir shuqur bo'lib ketmaydi. Endi hozir mashinalar shumkalari yaxshi chiqyapti. Bularni olib oldindagi borib shumka qildir, u yoq qildir, bu yoq qildir bo'lmaydi o'rtoqlar. Dekorativniy ma'mullarni vashi yorib olishgan. Barcha yo'lni ochadigan bo'lsa, misitilni katta joylari bor. Bularni monitoriga keladigan bo'lsa, 2K bo'ladi. 18.6 dyum o'rtoqlar. Bu mashinada head-up displaylari ham bor o'rtoqlar. Xo'p, tepa tarafiga keladigan bo'lsak, sizlar bilan tepasidan sensorli chiroqlari bo'ladi. Bunda sizlar yoqib ko'rsanglar ham bo'ladi. Oynasi polni panorama bo'ladi. Men panoramali mashina haydayman o'rtoqlar. Ko'pchilik so'raydi, men urib olmaydimi deb. Shtorka bo'lgani yaxshi, lekin buni panoramalari so'ng zashtasi bo'ladi. Olib turib agar yana so'ng zashti yopishtirsanglar, umuman urmaydi. Konditsioner bunda shunaqa ishlaydiki, tepaga beradi, sizlarga suv urmaydi. Xo'p, bu yoqlarga keladigan bo'lsak, past qo'yib turamiz. Bespirodni joylari bor, telefon qo'yishinglarga. Bu yoqda mana patskanchilari bor, ikkita. Eskilarda bunda bosib qo'yilardi, keyin bosib chiqib kelardi. Undan voz kechishdi xitoyliklar. Nimagaki, bu yerga bar shira narsani qo'yiladi. Red Bull, har xil soklar nimadir, shirasi yopishib, ani ishlamay qolyapti. O'shanga o'sha mamna qilib qo'ya qolaylik deb o'ylashgan. Xo'p, ochadigan bo'lsa barchogini bir qarich ekan, lekin chuqurligi chuqur. Yaxshi ishlangan. Xo'p, mana bu joylarga keladigan bo'lsak, eski variantlarda bu yog'ida o'zi osvetlитель turardi. Osvetlитель olib tashganda fleshki joyi Type-C, USB joylari qolgan. Momentlarda bo'lsa, deflektorlari shetda joylashgan o'rtoqlar. Ana endi sizlar bilan orqa qatorni bitta ko'rib chiqamiz. Xo'p o'rtoqlar, endi sizlar bilan orqa tarafini ko'rib chiqadigan bo'lsak, eshigi mana bez ramishniy bo'ladi, lekin tushgani masjidgacha ekan, polni kirib ketmasa ekan, shu taraf menga sal yoqmadi. Agar polni kirib ketsa, boshqacha bo'lardi. Xo'p, oynasi bir qavat ekan. Orqalarini ko'radigan bo'lsak, oldiga qanaqa material ishlatilgan bo'lsa, orqaga ham xuddi shunaqa material ishlatilgan. Men bu narsaga ko'p e'tibor beraman. Ko'p obzorlarimni ko'rgan bo'lsangiz, shuni aytaman. Ko'p budjetliroq yoki arzonroq mashinalarda
oldini koja qilib zo'r qilishadi, orqaga baribir hech kim o'tirmaydi deb o'ylab plastmas qilib tashladi. Bu yoqda bo'lsa unaqa emas, o'sha qandoq oldida bo'lsa, o'sha materiallar orqaga ham ishlatilgan. Mana bu joylarda podsvetkalar boshqacha yonib beradi o'rtoqlar. Xo'p, endi orqasiga keladigan bo'lsak, o'tirishim bemalol, bir qancha joylari bor. Men o'zim mana sizlarni orqadan bitta ko'rsam, orqada o'tirib ketayotganda mana shu ashunani ko'rib ketadi. Xo'p, orqasida deflektorlari bor, pastda USB zaryadka joylari. Bu yoqlarni ko'radigan bo'lsak, sensor chiroqlari bo'ladi va mikrofonlari. Xo'p, aerobaglariga keladigan bo'lsak, oldida yon stolka, hamma yoqda aerobaglari bor. Orqa vidini ko'rishinglar mumkin. Orqalari mana chiroqlari polni yonib berib turadi. Endi sizlar bilan orqasini ochib ko'radigan bo'lsak, orqalari mana liftbek и polni elektropaket bo'ladi. Xo'p, komplektda nimalar bor deganlar uchun o'zini zaryadkasi chiqadi, zavodskiy 7 kilovatli poliklari bo'ladi. Bu mashinada 1 yil garantiyalari ham bor o'rtoqlar. Va momentini ochadigan bo'lsanglar, ko'rasizlar, har xil mayda-chuyda narsalarni qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Bu mashinada zapaska bo'lmaydi, elektromobil hech qaysi zapaska chiqmaydi. Yoki mana bunaqa jitkis o'zini ishtiradigan balon teshilib qolganda foydasi bor. Mix kirganda, yorilib ketganda foydasi yo'q. Mix kirib, samarasi kirib qolsa, mana shu orqali ishtirosinglar ham bo'ladi. Xo'p, orqalarini ko'rdinglar, mana bularni olib qo'yib, katta joy qilib ketsa ham bo'ladi. Mana buni bosib oladigan bo'lsa, o'zi avtomatik yopilib beradi o'rtoqlar. Bu mashinani xo'p, men ko'p qaydaganman, ko'p reklama qilganman. Zo'r mashina, puliga arziydi. Kimga agar shu mashina qiziq bo'lsa o'rtoqlar, pastda raqam qoldiramiz. Shu raqamlarga bemalol telefon qilishingiz mumkin. Narxini ko'rdinglar-yu, hech qayerda yo'q narx, solishtirib qo'yinglar. 25500 ga bunaqani xolisili elektr, xolisili gibridini topish qiyin. Hammaga rahmat. Kanalni kuzatib, like va podpiska bosib qo'yinglar. Chunki men har xil markalarni arzon narxida chiqazib boraman. Kimga agar shu mashina qiziq bo'lsa, kerak bo'lsa, bemalol telefon qilaveringlar. Bulardan tashqari lisanlar, depal, xohlagan mashinalarni telefon qilsanglar topib beramiz. Elektromobil bo'yicha hamma mashina bizda bor. Agar men o'zimda bo'lmasa ham, optimchilar bilan ishlayman, optim joydan ham olib berishimiz mumkin. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar. Kanalni yo'qotib qo'ymaslik uchun faqat podpiska bosib qo'yinglar o'rtoqlar.